bormi-ku Qushaqiga? Bilmayman. Boshqasi bor. Aha. Bitta odam bor ekan. Telefon magazinga borsa, telefon 100 ming ekan. Aha. Keyin o'sha pul yo'q ekan, ikkita jo'rasida 50 mingdan pul olibdi. Aha. Keyin telefon magazinga borsa, telefon 95 mingga aksiya narxiga tushibdi. Keyin telefon 95 mingga olibdi-yu, uyga 5 mingga olib qaytaversa, bitta jo'rasi 3 ming qarz so'rabdi. 3 ming qarzni beribdi, keyin 2 mingni aytib, ikkita jo'rasiga qarzini beribdi. 49 mingdan qarzi qoladi. 49 ga 49, 80 98 keyin 3 ming qarzini olsa, birisi 1 ming chiqibdi. 1000 so'm qayerdan kelibdi? Ha, bu top qilmoqmi? Ular yo'q. 49 ga 49, 98. Ha. O'sha 3 mingni telefoniga qo'ysa, birisi ber. 1000 so'm qayerdan kelibdi? 100 ming qarz olgan. Bunga qanchalar ham javob berolmaydi. Asosalab qoladi. Matematika kuchli eganing lekin sen.